Assalomu alaykum. Bugun biz Prezident maktab imtihonlarida tushadigan asosiy bosqich savollaridan biri tanqidiy fikrlash qismining zaruriy va yetarlilik shartlariga mos bo'lgan savollarni yechishni o'rganamiz. Zaruriy va yetarlilik shartlari fikrlarni tahlil qilish va to'g'ri va noto'g'ri fikrlarni aniqlash masalalarini ko'rib chiqamiz. Xo'p, nimadan boshlaymiz? Birinchi bo'lib o'rganadigan narsamiz bizada zaruriy shart. Zaruriy shart bu nima? Bunga oddiy ta'rif aytadigan bo'lsak, biror narsa yoki hodisa, qandaydir natija sodir bo'lishi uchun albatta bo'lishi kerak bo'lgan shart bu zaruriy shart bo'ladi. Agar bu shart bo'lmasa, natija ham bo'lmaydi. Zaruriy shartni qayerdan aniqlash mumkin? Zaruriy shartda kalit so'zlar bor. Kalit so'zlar bu uchun, kerak, shart, bo'lmasa, bo'lmaydi shaklidagi so'zlar qatnashsa biz uni zaruriy shart deb qabul qilishimiz mumkin. Sodda ko'rinishdagi formulalardan bittasi bu natija va zaruriy shart qismidir. Formula qanday tuzilgan bo'ladi? Oldin natija berilgan, undan keyin shart berilgan bo'lsa va kalit so'zlardan yuqorida ko'rsatilgan mana uchun, kerak, shart kabi kalit so'zlardan foydalangan bo'lsa biz buni zaruriy shart deb qabul qilsak bo'ladi. Bunga misol uchun, masalan, samolyot uchishi uchun unga yonilg'i kerak. Bu yerda nima? Samolyotning uchishi bu bizda natija qismi. Demak, natija bo'ladi. Keyin nima? Unga yonilg'i kerak. Yonilg'i kerakligi bu shart. Shu sababdan bu zaruriy shart. Mana oldin natija kelgan, keyin shart aytilgan. Natija sodir bo'lish uchun qandaydir shart bajarilishi kerak. Keyingi misolda universitetga kirish uchun imtihon topshirish shart. Bu yerda universitetga kirish bu bizda natija. Imtihon topshirish kerakligi aytilgan bu shart. Demak, imtihon topshirish shart bizada zaruriy shart bu. Keyingi misolda yaxshi hosil olish uchun ekinlarni sug'orish kerak. Demak, hosil yaxshi bo'lishi uchun ekinlarni sug'orish. Yaxshi hosil olish degan narsa bu bizada natija bo'ladi. Ekinlarni sug'orish kerakligi bu shart. Demak, bu biz aniqlashimiz mumkin kalit so'zlar va formula yordamida. Demak, oldin natija, keyin shart keladigan bo'lsa, bu bizda zaruriy shart bo'ladi. Endi zaruriy shart qachon to'g'ri bo'ladi? Ya'ni gap aytilgan vaqtda biz uni to'g'ri yoki noto'g'riligini aniqlash uchun shu joyga e'tibor berishimiz kerak. Agar natija bo'lsa, ya'ni bizda aytilgan gapda natija allaqachon bajarilgan, zaruriy shart ham bajarilgan bo'lishi bu aniq, bu to'g'ri holat bu. Masalan, yaxshi palov pishirish uchun yaxshi guruch tanlash kerak degan gap bor. Agar palov yaxshi bo'lgan bo'lsa, demak bu natija bajarilgandan ketadi. Demak, guruchni ham yaxshi tanlangan. Bu shart ham bajarilgan. Chunki u zaruriy shartlardan bittasi edi. Ikkinchi holat, agar zaruriy shart bajarilmagan bo'lsa, natija ham bo'lmaydi. Demak, zaruriy shart bizga aytilgan, biz yuqorida ko'rgan paytimizda zaruriy shart nima deganda, zaruriy shartda biror natija sodir bo'lish uchun albatta bo'lishi kerak bo'lgan shart bu. Demak, shu shart bajarilmasa, natija ham sodir bo'lmaydi. Bu yerda shunday. Agar shart bajarilmaganmi, demak natija bo'lmaydi. Endi izoh sifatida bir narsa aytib o'taman. Agar bir yoki bir nechta zaruriy shartlar bajarilgan bo'lsa ham, bu natija bo'lishini kafolatlamaydi. Masalan, bizga aytilgan narsalar bor. Zaruriy shartda bitta narsa. Misolda natija uchun bizga ikkita shart berib qo'yadi. Masalan, A shart plus B shart. Agar shu ikkalasi bajarilsa, natija hosil bo'ladi deyishadi. Gapda shu gap aytilgan, berilgan, masalan, fikr aytiladigan bo'lsa, shu narsa qo'shib o'tiladi. Lekin bitta joy bor, shu ikkalasini biz bajarilishidan natija ham bajariladi degan gapni ayta olmaymiz. Chunki bu yerga biz hamisha qandaydir S shart bo'lishi mumkin degan narsani qo'shishimiz kerak. Mana shu S shartimiz bizadagi butun qoidani o'zgartirib yoki chalg'itadigan joylardan bittasi.
ko'pchilik adashadi shu savolda. Savollar beriladi, shartlar aytilgan, o'sha ikkala shartni ham bajarilishi bilan natija bajarilishini o'ylashadi. Yo'q, unday emas. Zaruriy bo'lgan paytda bizga zarur bo'lgan narsalardan faqat ikkitasi aytilgan. Bu degani bu ikkitasi bilan ish bitadi degan emas. Bu kerak. Masalan, oddiy bir o'sha misol bo'yicha oladigan bo'lsak, guruch va go'sht bo'lsa palov pishirish mumkin. Lekin bu degani faqat guruch bilan go'shtni o'zi palov pishirishga yetmaydi. Uni yoqda yog' kerak, masalan, gaz bo'lishi kerak, uyda pishiradigan odam bo'lishi kerak. Bu ikkalasi bo'ldi degani palov tayyor degan narsa emas. Ya'ni natijamiz yo'q bizda. O'shaning uchun oxirgi C shartni qo'shib qo'yishimiz kerak buni oldiga. Hozir bu bo'yicha ham yana bitta misollar ko'rib chiqamiz. Yetarlilik sharti endi. Yetarlilik shartini ta'rif shunday. Biror shart bajarilsa, natijani sodir bo'lishini kafolatlaydigan shart. Demak, shu narsani qilsang, aniq mana shu ish bo'ladi deb kafolatlab aytilsa, bu narsa yetarli bo'ladi bu uchun. Shart bajarildimi, natija albatta bo'ladi. Demak, bu uchun kalit so'z bizada, masalan, agar bo'lsa, unda shunday bo'ladi. Keyin qilsa bo'ladi. Asosiy bu yerda masalan sa degan qo'shimchada bor. Bu aynan bo'lsa yoki qilsa sifatida kelmasligi mumkin, lekin shu sa nimasi qo'shimchasini o'zi shu bo'lsa, qilsa degan ma'nolarni bildiradi shu. Formulasi zaruriynikini teskarisi. Zaruriyda oldin natija, keyin shart kelardi. Bu yetarli nimada oldin shart, keyin natija aytilgan. Demak, oldin yetarli shart bajariladi, keyin natija aytish mumkin. Fizikada shunday teoriya bor. Masalan, agar yorug'lik tezligida harakatlansangiz, unda vaqt sekinlashadi degan. Demak, bu qismda yorug'lik tezligida harakatlanish bu bizda shart. Vaqtni sekinlanishi bu natija. Oldin shart kelib, keyin natija aytilgan. Demak, bu yetarli shart. Bu dori kasallik tuzalishini kafolatlaydi. Demak, bu yerda kafolatlash ma'nosida aytilgan. Buni o'zgartirish mumkin. Masalan, agar siz bu dorini qabul qilsangiz, tuzalib ketasiz yoki tuzalishingizni kafolatlanadi deyilsa, bu xuddi tepadagi bilan bir xil bo'lib qoladi. Agar va sa qo'shimchalari bo'ladi orasida. O'shaning uchun buni ham demak, shu dorini qabul qilish, dori bu yerda shart bo'ladi. Kasallik tuzalanishi kafolatlanadi, bu natija. Bu shart qismi. Kasallik tuzanishining kafolatlanishi bu natija. Keyin juda ko'p shirinlik yeyish tishlarning yemilishiga sabab bo'ladi. Bu ham shu. Demak, shirinlikni ko'p yeyish bu shart. Siz ko'p shirinlik yesangiz deb almashtirishimiz mumkin. Demak, ko'p shirinlik yeyish degan bizada bu shart qismi. Tishlarning yemirilishi bu natija. Bo'ldi. Bu narsa uchun boshqa shart emasda. Agar siz ko'p shirinlik yesangiz, shunisi yetadi. Tishlarning yemirilishi uchun shu yetarli bo'ladi. Buni ham to'g'ri bo'ladigan holatlari bor. Agar shart bajarilgan bo'lsa, natija albatta bajariladi. Ya'ni shart bajarilgan bo'lsa, biz natijani ham bajarildi deb ayta olamiz. Natija bajarilgan bo'lsa, shart bajarildi degani emas. Demak, bu yerda bizda natija bor. Bu degani shart ham bajarildi degani emas. Buni bitta oddiy misol bilan tushuntirib beraman. Xo'p, tasavvur qiling, mana bu yerda do'kon bor. Do'konga boradigan yo'llar bor. A yo'l bor, B yo'l bor, S yo'l bor. Endi sizga kimdir aytadi, agar dedi, mana shu A yo'ldan yursangiz, do'konning oldidan chiqasiz dedi. Endi siz bordingiz do'konga. Do'konda sizdan boshqa yana bitta kishi turgan. Demak, siz mana shu kishi to'g'risida ham bu A yo'ldan kelgan deb xulosa qilsak bo'ladimi shuni? Demak, bu narsani biz xulosa qila olmaymiz. Chunki bunga boradigan B va S yo'llar ham bor. O'sha uchun natija bu shartni kafolatlaydi degani emas. Shartni bajarilganini ko'rsatib bera olmaydi. Bu yerda shu narsa asosiy narsasi shu yerda. Ko'p misollar shu tomondan chalg'itib qo'yadi. Buni shu misol bilan tushunish mumkin. Demak, bizlarga kimdir aytadi, mana shu A yo'l bilan borishingiz to'g'ri do'konning oldidan chiqaradi. Hech qayerga burilmang, mana shu to'g'ri A yo'ldan keting deb do'konning oldiga chiqasiz dedi.
Demak, do'kon oldida siz yana bitta odam ko'rsangiz, unga qarab turib, ha, bu mana shu A yo'ldan kelibdi deb ayta olmaysiz. Bu yoki shu yo'llardan yurib borgan bo'lishi ham mumkin. Bu o'shaning uchun yozilgan. Demak, natija bajarilgan bo'lsa, bu shartda bajariladi degani emas. Yuqoridagi misolda ham shunaqa edi. Masalan, juda ko'p shirinlik yeyish tishlarni yemilishiga sabab bo'ladi degan paytda, bu tishi yemirilgan har qanday odamga biz ko'p shirinlik yegan bu deb ayta olmaymiz. Chunki vitamin yetishmasligidan yoki boshqa sabablar bilan ham tishi yemirilgan bo'lishi mumkin. O'shuning uchun. Lekin agar ko'p shirinlik yesangiz, tishingiz yemiriladi, bu aniq narsa. O'shuning uchun ko'p shirinlik yeyish bu tishlarni yemilishiga olib kelishi uchun yetarli bo'lgan shart.